Bismillahirrahmanirrahim va salatu vassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga hamd va sano, payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin. Mana bugun Alloh taolo meni Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markaziga kelish vaqtiga muyassar qilib turibdi. Men ushbu markazning Imom Termiziy nomi bilan nomlanganidan juda xursand bo'ldim. Ko'pchiligimiz Abu Iso Muhammad Termiziy ulug' muhaddis va Imom Buxoriyning shogirdi bo'lganligini, ko'zlari ojiz bo'lib tug'ilganliklarini bilamiz. Ushbu markaz ilmiy xodimlari tomonidan olib borilayotgan tarjima ishlari menda chuqur taassurot qoldirdi. Imom Termiziy, Hakim Termiziy, Varroq Termiziy va boshqa Termiziy allomalarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilib, kitob shaklida chop etganliklari meni juda xursand qildi. Fiqh, hadis, tafsir va islomiy kitoblardan tashqari tarixiy kitoblarni ham o'zbek tiliga tarjima qilishlari meni ruhlantirdi. Masalan, arab tilida og'ir uslubda yozilgan Utbiyning Tarixiy Yaminiy kitobini tarjima qilganliklari menda juda katta taassurot uyg'otdi. Alloh taolo ushbu markaz ilmiy xodimlarining olib borayotgan ishlariga barokatlar ato etsin.